Bu videoda bemor monitori bilan ishlash vaqtida eng ko'p yo'l qo'yiladigan xatoliklarni hozir ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu datchiklarni monitoriga noto'g'ri ulash, ya'ni apparatdagi datchiklarning razyomining tepasida strelka ko'rsatib qo'yilgan. Datchiklarning o'zida ham xuddi shunaqa strelka bor. Ikkita strelka bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Aks holda datchik ichidagi razyomlar sinib, datchiklar ishdan chiqish ehtimoli bor. Datchik simlarini bemorga ulangan vaqtda betartib osilib yotishi. Bu holatda bemor kardiogrammasida pomexlar paydo bo'lishi mumkin. Bemor kardiogrammasini ko'rsatmaslik yoki pomexlarning paydo bo'lishining yana bitta sababi bu ishlatish muddati o'tgan yoki noto'g'ri sharoitda saqlangan EKG elektrodlardan foydalanish hisoblanadi. Bemor palatasi tozalanayotgan paytda simlar betartib osilmayotgan bo'lsa, xona tozalovchisi ko'rmasdan yoki e'tiborsizlik oqibatida ushbu simlardan tortib qurilmaga yoki bemorga zarar yetkazishi mumkin. Bemordan datchiklarni noto'g'ri yechish, ya'ni shu ko'rinishda tortib olish yoki qo'ldagi datchikni ham xuddi shu ko'rinishda tortib olish bu noto'g'ri hisoblanadi. Bu holatda datchik ichidagi simlar uzilib, datchik ishdan chiqishi mumkin. Bemor yoshiga qarab monitordagi bemor kategoriyasini to'g'ri tanlamaslik, ya'ni kattalar uchun взрослый, bolalar uchun детский kategoriyasi noto'g'ri tanlangan bo'lganda ham monitor bemorning hayotiy ko'rsatkichlarini ko'rsatishda davom etadi. Faqat trevoga signallarining minimal va maksimal chegaralari kattalar va bolalarda har xil bo'lganligi uchun bemorning holatini aniq ko'rsata olmaydi. Mana hozir ko'rib turibsizlar, yurak urishi kattalarniki 65 ta norma deb hisoblasak, bolalarda 75 va 160 gacha deb bu yerda trevoga signallari kirgizilgan va xuddi shu holat arterial qon bosimini o'lchashda ham kuzatilib turibdi. Bemor monitorining ekran qismiga to'g'ridan-to'g'ri har qanday suyuqlik bilan sepish, qattiq tolali mato bilan tozalash mumkin emas. Yoqib o'chirish knopkasini tirnoq bilan, ruchka bilan yoki boshqa har xil turdagi narsalar bilan bosish mumkin emas. Aks holda qurilma knopkasi sinib, qurilma ishdan chiqishi mumkin. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan holatdagi yaxshilab e'tibor berilsa, qurilmadan uzoq vaqt va samarali foydalanish mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.